Masjidni to'ldirmay turib yana masjid deymiz. Bugun xuddi bir savob amal deganda faqat masjid qurish, unga lustra ilib berish, unga gilam solib berish, shuni tushunib qoldik biz musulmonlar. Ilm deganda faqat madrasada o'qishni tushunib qoldik biz musulmonlar. Bugun mana shu tumanda turganimiz, shu tumanda o'zini gaplashadigan bo'lsak, shu tumanga hozir masjid kerak emas, yetarli masjid. Lekin bog'cha kerak sizlarga, klinika kerak, maktab kerak, oliygoh kerak. Masjid qurganga qanaqangi sadaqai joriya bo'lsa, bolajonlarimiz uchun zo'r ta'lim, tarbiya beradigan bog'cha, maktab qurganga ham Xudo sadaqai joriyani savobini beradi. Sadaqai joriya degani o'lgandan keyin ham savob borib turadi. O'lgandan keyin savobi borib turish faqat madrasa qurish bilan bo'lmaydi. Daraxt eksa ham shunga tushadi. Mana yo'lni o'nab qo'ysa ham shunga tushadi. Bir qishloqqa quduq chiqarib bersa ham shunga tushadi. Qani agar puli bor odam men hozir onamga, otamga, o'zimga o'lganimizdan keyin ham men savob bo'ladigan ish qilayman desam, mana suv yo'q joyim, quduq qo'ylarsin. 50 metr, 70 metr yo 100 metr nech pul ham masalan yo 700 milyon yo 500 milyon qo'ylarsin chiqarsa ana suv